Assalomu alaykum, Xorazmning arzonda. Bugun men sizlarga arzonchi Captiva topib qo'ydim. Avvalo mashina durishi, sossanasi o'ta ideal darajada ekan. Xolisani tatib birdan like'larni bosib qo'ysangiz, xudo xolasa eng zo'ridan zo'ri Xorazmning arzonda hammamizga nasib etadi. Bugungi Captivamizni 100 million so'm kerakmidi ekan, 50 million so'm pul kerakmidi ekan, даже siz taxmin etgan 20 million so'm bu Captivamizga kerakmidi ekan. Shu Captivamizni ko'rib turganlaringizdek, faqatgina pulsiz chiqarib beramiz. Tiyinma-tiyin Xorazmning arzonda hamma narsa hisoblanib, eng arzoni qo'yiladi. Xo'p, mashinamiz 2018-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Og'a, shunday mashinalarni ko'pini qo'yib turibmiz. Bizani bir rag'batlantirib, like'larni bosib tursangizlar, xudo xolasa Telegram kanali shunday mashinalardan kunini 10-15 tana tashlaymiz. Gentra, Cobalt degan mashinalar даже pulsiz qo'lga pul beradigan darajada Telegram kanalidan ko'rib olsangiz bo'ladi. Mashinamiz 2018-yilda ishlab chiqarilgan. E-sedni o'zi ko'rsangizlar, farlar ham top-toza turibdi ekan. 4 tane yumshoq balonlari. Bu mashinamizni mana yakkan tarafı mashinamiz agar probegi qaytmagan bo'lsa 100 ming probegda turibdi. Ichki holatlari yaxshi holatda, yana ko'rsangizlar. Mana ko'pgina dalnikatni dombratlarimiz so'rab turadi. Captivani arzondan qo'yilaji bo'lsa, men pulsiz miningdan yurtdoshlarimizga yana pulsiz qo'yib beraman. Bu Captivamizda faqatgina rasxoti bor ekan. Hozirda bir dona nomer olishingiz kerak. Xohlang bir nomerni 1 million so'm olsangiz, 1 million so'm bilan shu Captivamizni minib ketsangiz bo'ladi. Xo'p, sidenalar ham yaxshi holatda ekan. Xorazmning arzonda aziyat foydalanishlaringiz uchun faqatgina birgina nomera qo'yib beramiz. Nomera rasxotisiz chiqadi. Oylik to'lovasi 4 yilga 9 million 500 ming so'mdan chiqib turibdi. Kim mashinamiz qiziqadigan bo'lsa, sirazi pastdagi nomerlarga telefon urib, barakati bersangiz bo'ladi. Arzonchi mashina qidirib o'rganlarsa, Telegram kanaliga o'tib qo'yarasizlar.